IELTS'dan 9 olganlar ko'paydi O'zbekistonda. Yana shuni tendensiya ko'paydi. Men shunga sal boshqacha qarayman, skeptik qarayman. Birinchi ish bu raqamga intilish bo'lmasligi kerak. Asosiysi ingliz tilini to'liqligicha o'rganish kerak. Chet el kinolarini ko'rib, ko'p maqola o'qish kerak. Maqola o'qish tarafdoriman va zo'r podkastlar eshitish kerak. Ham dunyo qarashini oshirish uchun. Bizlar shu nalarda tayyorlangan vaqtimda test ishlashdan ham ko'ra maqolani o'zindagi ichindagi mag'zini tushunib, ko'p biza ozuqa oladi edik o'quvchilar bilan. Shuning uchun ularning fikrlashi zo'r bo'ladi. Bu essay yozganda, ya'ni yozma ishdan ham og'zaki gaplagandan ham ideyalari bor bo'lishini olib keladi. Va dunyo qarashi kengroq bo'lgan bola keyingi hayotda, universitetda bo'lsin, ishda bo'lsin, o'zini yaxshi tomondan o'stiradi. Shu tarafdorman, shu narsada tarafdorman. Misol uchun sizda agar IELTSdan 7 bo'lsa, siz uni 8 etishga intilgandan ko'ra, muhandislik bo'ladimi, jurnalistika bo'ladimi, nov soha bo'lsa, shu ingliz tilidan foydalanib o'stirishingizni tarafdorman. Masalan, keyingi 1 yili sarflamash kerak. Shu avvalambor general English rivojlantirish kerak, umumiy ingliz tilini va IELTS son uchun, IELTSdan 6,5 ball uchun emas, boshqa tarafdan o'rganish kerak. IELTSda ko'p yaxshi narsalar ko'p. Shuni maslahat bergan bo'lar edim. Endi sal ichine giradigan bo'lsak, chuqur uni alohida podkast achish kerak. Meni maslahatlarim bor. Agar kimdir IELTSdan tavsiyalar bering desa, men hamma narsasini aytib beraman. Keyinroq. Faqat ko'p ma'lumot.